Hozir endi birgalikda biz lag'mon pishiramiz. Undaqa ko'p ko'rsatmayman lag'mon pishirishimizni, faqat shu sayrini ko'rsataman, lag'mon cho'zayotganimizni ko'rsataman, chunki juda ham ko'p o'zi ko'rsatganman. O'shaning uchun menimcha ko'rsatishim shart emas qanaqa tayyorlanishini va lekin bu safar biz sousini sal boshqacha qilamiz, ya'ni sayini boshqacha qilamiz. Inshaalloh shirin chiqadi deya umiddaman. Bu yil men hali yemagandim. Inshaalloh endi mazza qilib yeymiz. Qizlar, mana lag'monga zagotovkalarimiz tayyor bo'ldi. Men xamirini qildim. Onajonim bularni to'radilar. Go'sht, qo'y go'shtidan qilamiz. Bu yerda esa piyoz, bu yerda esa har xil aralash, ya'ni pekinskiy kapusta va peretslari bilan. Bu esa selzeriya bariklari, katta joyi betga to'ralgan. Lekin biz tomat ishlatmaymiz. Bu peretsdan qilingan. Hozir hamma narsamiz tayyor. Endi esa sayni pishirishga o'tamiz. Sayni birgalikda pishiramiz. Qizlar, endi biz pishiramiz. Hozir onajonim bismillahirrohmanirrohim deb go'shtni soladilar. Mana onajonim mazza qilib. Abdullohim olma yegisi kelib qoldi. Oyjonimizni endi chiroyli qilib archib beradilar Abdullohga. Boring Abdulloh. Oyjon oldilariga o'tirib oling hozir. To'xtang, buni yemang. Ana qilib beradilar hozir sizga. Qarang, qanaqa oyjon qilib beradilar sizga. Ana. Ko'rdingizmi? Men emas, oyjonni quchoqlayman qilmayapman-ku. Assalom. Yusufga ham qilib berasizmi onajonim? Qani? Ana. O'ljan. Nima deyish kerak? Rahmat o'ljan. Qizlar, hozir go'sht pishguncha men sizlarga pomadamni tez gapirib o'tmoqchiman. Ko'rib turganingizdek, men o'zi unaqa yarki pomadani yomon ko'raman, ko'zga qattiq tashlanadigan. O'shaning uchun men har doim matvi yoki qalam suraman. Lekin Oriflame'dan mana shu Jordani'ni pomadasi menga juda ham yoqdi. Bilasizlarmi nimaga? Surganimda menga glyansiy pomada ham yoqmaydi, yog'li bo'lib turishi. Bu esa matvi ekan. Lekin matvi bo'lib quritib yormaydi. Bilasizlarmi, bir xillar shunaqa matvida bor. Shu darajada quruqki, lablarim yorilib ham ketadi-da. Bunisi men bilmayman, juda ham menga yoqdi. Aynan mana shunisini suraman. Bunisini ham surganinglarda birinchi glyansiy bo'ladi-da, keyin matviga aylanadi, lekin lavilani quritmaydi. Mana ko'rib turganinglardek, ham yumshoqqina, ham matvi bo'lib turibdi. O'shaning uchun agar sizlar ham shuni olmoqchi bo'lsanglar, bemalol menga aytsanglar bo'ladi.
Qizlar, bu tomat emas. Mana ko'rib turganingizdek, bu tomat, lekin paprikadan qilingan yoki nima deydi, persdan, bolgarskiy persdan qilingan. Mana ko'rib turganingizdek, nima sababdan biz tomat ishlatishimiz kelayapti? Chunki jig'ildoni qaynatyapti qizlar. Mana hozir endi savarvonimiz qizarib turgani. Oddiy pomidorli tomat yomon jig'ildog'imdan qaynatyapti. Menimcha ko'plarni qaynatsa kerak. Agar sizlarnikini ham qaynatsa, albatta like bosinglar va kommentariyaga yozib qo'yinglar. Menikini qaynatadi. Biz mana hozir endi qizartiryapmiz. Hali ham pishiryapmiz go'shtimizni piyoz bilan. Keyin inshaalloh xamiriga o'tamiz. Buni esa mana singlim pochchikut qildi. Bu salat achuchu, mana oddiygina salat. Maza qilib buni lag'mondan keyin yoki lag'mon bilan birga salatda yeymiz. Inshaalloh. Inshaalloh yeymiz. Hozirga bitarsan gapirib. Mana onajonim, yangi kelin bo'lib tushganlarida mana buvim har doim bitta anekdot deb berib o'rgan ekanlar. Aynan ovqat pishirayotganida har doim aytadilar, xudo xolasa yeyman desanglar yeysizlar, yo'masam deb shu anekdotni gapirib beradilar. Hozir men sizga qisqagina qilib gapirib berishga harakat qilaman. Xullas, er-xotin ular yashashardi birga va xotini lag'mon pishirayotgan bo'lgan. Va lag'mon pishirayotganda уже pishirayotganida eri kelib, "Menga tez-tez siz bergan rosa yegim kelyapti, rosa chiroyli chiqyapti" deydi. Xotin aytadi, "Mana adajonim, sizga suzyapman, xudo xolasa yeyman desangiz, siz beraman hozir, уже suzyapman" deydi. "Xudo xolasa deyishim shart emas, уже sen suzyapsan-ku" deydi. Shuni gapi aytishi bilan taqillaydi eshik, taq taqillaydi. Eshik taqillasa, ikkita politsiyskiy kelgan bo'lar ekan va biz sizni hozir hibsga olib ketishimiz kerak, bitta jinoyat bo'lgan ekan, o'shaning uchun sizni hozir olib ketishimiz kerak deb u kishini olib ketib qolishadi. Kelgan bu degani lag'monni yomadi, xudo xolasa demadi, lag'monni yomadi, bir sutkaga ketdi. Ertasi kuni eshik taqillayapti. Ayoli borib eshikni oldiga kelib, "Kim?" desa, "Xudo xolasa seni ering" deb aytadi. O'sha anekdotni meni buvam har doim gapirib berardilar. Imенно shu ovqat pishirayotganda har doim "Xudo xolasa yeyman desanglar yeysizlar, yo'masa sizlarni ham politsiyasiga olib ketib qolishi mumkin yoki nasib qilmaydi" deb shu ma'noda aytardilar. O'sha uchun har doim "Xudo xolasa" deb aytinglar deb o'rgatardilar bizga. Hozir bizlar birgalikda endi lag'mon cho'zamiz. Xamiri juda ham chiroyli qilman. Ham elastikniy qilman. Shakasini qarab qo'ying, har doim. Shu hammasini o'ziga qilgan, naверное. Mana bari uchun talantli va qiziq o'sha qo'ydim familiyada. O'zini kuchi, o'zini narxlari bor. Hunari bor qo'lida. Sho'rmasmi? Yo'q, sho'rmas, rosa shirin chiqdi bu ish. Yo'q, rosa shirin. Men Turkiyaga ketdi. Qaysi Anaqa hijobga kiribdi. Kim? Sevara. Qaysi Sevara? Soliyeva. Yo'q, Sizga. men ko'rdim, mana bitta tanishim, ular makiyaj qiladi, Bildor opam. O'shalar makiyaj qiluvdilar, hijob deydi. Men o'ylamanki, просто как бы hijobli qizlarga nima deb privet o'rab qo'yganlar. Hijobda yo'q. Qizlar, mana xamirimiz tayyor, cho'zib oldik, chiroyli qilib, mashalloh. Mana bu yerda уже pishyapti xamirimiz. Hozir endi onajonim soladilar ovochlarini. Chiroyli qilib aralashtiramiz. Va ozginagina pishirib yuboramizda, ko'p emas. Bu sal triroq bo'lishi kerak. Qizlar, bizda endi biz shunaqa qilamiz-da, balkim sizlarga ham shunaqa yoqadi. Sizlarga o'zi pishgan yumshoqroq bo'lgan yoqadimi yoki sal triroq bo'lgan yoqadimi? O'shani yozib qo'yinglar. Mana xamirimiz pishyapti. Ham chiroyli.
qizlar, mana biz xamirimizni suzib oldik tarelkaga. Endi chiroyli qilib hozir onajonim suzib beradilar bizga, ko'rsatadilar. Isitib olamiz. Muzdekkina suvda biz chayib oldik pishgan xamirimizni. Chiroyli qilib mana endi isityaptilar. Ozginagina ko'rdinglar, ular ko'p emas. Endi chiroyli qilib suvini soladilar. Juda chiroyli. Mana qizlar, ovqatimiz tayyor bo'ldi. Alhamdulillah. Inshaalloh, xudo xolasa endi yeymiz.